Assalomu alaykum Andijon Chorva kanali muxlislari. Mana bugun o'zimni qo'shnim mollarini ko'rsatishga qaror qildik. Uyda boqilayotgan bu novvos o'sha sigirni bolasi. 1 yashardan o'tgan. Bo'ylari 1.30 atrofida. Bular Shved, Qirg'iziston shvedlari. Hali kurak buzmagan bular. Hali yosh. Veslariga keladigan bo'lsak, taxminiy vesi shu bir 600 kilo bor. Jonivorlar. Bo'ylari shu 1.30 atrofida. Shvedlar. Bu video Andijon viloyati Izboskan tumani Jahonobod qishlog'idan bo'lyapti. Mana. Albatta kanalda yangilar podpiska bosinglar. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun like'lar bosinglar. Kiritib borayotgan videolarimizni kuzatib boringlar. Gapirishimizda bir xato kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz. Shu sigirni bolasi, bu sigirimiz ham bo'g'oz. Menimcha o'tgan yili tug'ilgan deyapti. Ammo novvos juda katta. Paroda. Ekranga ham zo'rg'a sig'gan. Bu hayvonlarni nima yeb ichadi deb qiziqqan obunachilarimizga bu hayvonlar yemini ko'rsataylik. Shu cho'michda bir cho'mich kunjara, bir cho'mich mana kepak. Silosda o'sha bozorlarda sotadi, bir qop olib kelib, shundan hammasi yetar ekan bir mahaliga bir qop. Mana 25 kiloda shu zo'rov yeydi bir mahalda. Mana o'qamiz. Mana shvedlar, jonivorlar. Oyoq qo'li baquvvat bir suyagi buzuq narsa. Ikkovi ham 600-700 kilo atrofida. Ular 700 kilo chiqib olmasa ham, lekin bunisi chiqib qoladi. Mana silos sekin shashmay yishar ekan siloslarni. Mana men deymiz, bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Yangidan yangi videolar chiqaramiz siz azizlar uchun. Kanalda mehmonlar podpiska, like esdan chiqmasin.